Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men sizlar o'sha yosh youtuber bo'laman. Bugungi videoda biz rasm chizamiz. Prostaki. Mana videoga o'tamiz. To'g'risini bosamiz. Whiteboard. Mana bu yerda rasm chizsa bo'ladi shunaqa. Qilib такой. Короче, hozir uycha chizamiz. Uycha hamda jigar. Qisam normal bo'lsa kerak. Bo'lgan jigar yemadi jo'ta. O'choq chiqqan edi. Mana. Jigar yemadi. Endi bu rasmni yana tashlab qo'yaman YouTube'ga. Yana tashlab qo'yaman. Mana chizgan rasm YouTube'ga chiqadi kanishni. Hozir qizil olamiz. Hamda qo'yamiz. Hamda bo'lsam yo'q, qish qo'pol. Jigar. Chip jigar kerak. Mana. Cho'tki, buni bo'yaymiz. Buni o'chir. Uchmayapmi? Uchmaydi. Qanday uchiradi buni? Mana bo'ldi. Dediki kelib shu uy qurasam, uy chizasam desaydi. Yo'q, men dediki emas uchun. Rasmni nimadan tutsa bo'ladi? Post qo'yaman. Shu rasm qilib kamerani yoqayım. Kamerani. Yoqmaydi. Diraymiz. Mana shu rangdan uyni chizamiz. Hozir aytgancha uyim ko'rdinglar. O'rtoqlar, unaqa ba'zi chiqayotgan videolarni ko'rdinglar. Unda nimaga boshqalardan chopyapsiz deyishinglar mumkin, chunki o'zim ko'rdim, ammo montajini o'zim qilaman-da, montajini o'zim qilaman. Nima qilay? Internetdan orqada qolmaydimi? Men qayerdan bilay endi. Ana shu bilan bo'yasam bo'lar ekan. Вообще ekan. Shu bilan bo'yasam bo'lmaydimi? Bo'ldi. Qarang, uycha qurildi. Mayli o'rtoqlar. Chizildi. Mayli o'rtoqlar.